Assalomu alaykum Shuhratjon. Yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Men sizni shu olib borayotgan hozir Vahob bobo to'g'risidagi ishlaringizga juda ham qoyil qolyapman. Endi shu Vahob boboni ishini ro'yobga chiqarish uchun prezidentimizdan biz ham iltimos qilib qolamiz. Haqiqatan ham agar shunaqa voqea bo'ladigan bo'lsa, mana hozir Sovet gazlar masalasi bepul bo'ladi deyapsiz. Bepul bo'lishi uchun hammamiz qo'shilamiz. Sababi hozir mana gaz svetlarimizni narxi palon pul bo'lib yotibdi. Nima uchun? Odam soniga qaramasdan bular bir ish qilyapti. Nima uchun? Musorda har bir xo'jalikda nechta odam jon boshi bo'lsa, shunga qarab pul olyapti. Nima uchun svetni shu narsaga limit qo'yish uchun shu narsani o'ylashmayapti? Ana o'tirgan yuqoridagi qonun chiqaruvchi palatadagilar nima uchun shuni o'ylashmayapti? Sababi musorda odam jon boshiga yig'ib olyapmiz-ku, svetni nima uchun jon boshiga bermayapmiz degan savol tug'ilmaydi ularga. Iltimos bu narsalarni ham ko'rib chiqishingizni so'rayman. Biz shu Vahob boboni ishini prezident ko'rishiga judayam ishonch hosil qilib, prezidentimizdan iltimos qilib qolamizki, shu Vahob boboni qabul qilib, Vahob boboni planlarini bajarayotgan ishlarini hammasini bir tekshirib ko'rib, amalda bo'ladigan bo'lsa, shu narsani bo'lishiga biz judayam ishonch hosil qilib sizlardan iltimos qilib qolardik. Prezidentimizdan iltimos qilamizki, qabul qilishlarini. Prezidentim Shavkat Mirziyoyev, iltimos sizdan shu Vahob boboni ham qabul qilishingizni so'rayman. Qariyalar nomidan, yoshlar nomidan, xalqimiz nomidan sizdan so'raymiz. Bo'pti, e'tiboringiz uchun rahmat. Kutib qolamiz javoblaringizni.